Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugungi videomiz davomida funksiya grafik berilganda ayrim ma'lumotlarni topishga o'tamiz. Xo'p, bizga A va J oralig'ida fx funksiyani grafiki tasvirlangan bo'lsin. Xo'p, shu joyda bizga mana bunaqa savollarni so'rash mumkin ekan. Ya'ni funksiyaning o'zini grafiki berilganda o'zini ma'lumotlarini so'ramoqda. Shularga e'tibor beramiz. Birinchi savolimizda fx 0 tenglamay yeching degan ekan. Bu nima degani? X ni qaysi nuqtalarida funksiya 0 ga aylanadi degani. Ya'ni OX o'qini kesib o'tayotgan nuqtalardagi x larni olib qo'yishimiz kerak bizga. Ya'ni fx 0 tenglamasining yechimi x barobar b x barobar d va x barobar f. Ya'ni OX o'qini kesib o'tayotgan nuqtaning qarab chiqishimiz kerak. Keyingi savolimizda fx ning o'sish oralig'ini toping degan. Xo'p, nima qilishimiz kerak? Funksiyani qayerdan qayergacha o'sishini qarab chiqishimiz kerak va o'shanda x qaysi oraliqni oladi. E'tibor berayotgan bo'lsak, funksiyamiz mana bu oraliqda, ya'ni mana shu qismi o'sgan. Xo'p, bu qismga bizga x dan a yu c degan oraliq mos keladi. Va yana e'tibor berayotgan bo'lsak, funksiyamiz chizig'i mana bu yo'lda o'sgan. Bu funksiyamizga y yu j degan oraliq mos keladi. Ya'ni funksiyaning o'sish oralig'i deganda bizga a yu c oraliqni qaraymiz. Ya'ni x tegishli a yu c va birlashma y yu j bo'lar ekan. Kamayish oralig'ini toping degan bo'lsa, funksiyani qayerda kamayishini qarashimiz kerak va o'shunga qaysi x dan mos keladi. Ya'ni funksiyaning chizig'i mana bu joyda kamaygan. Xo'p, bu joyda funksiyaga bizga funksiyani c yu y degan oraliq mos keladi. Ya'ni x tegishli c yu y bo'lar ekan. Keyingi savolimizda fx 0 dan katta tengsizlik yeching degan ekan. Xo'p, e'tibor beramiz. Funksiya 0 dan katta bo'layotgan joylarni toping desa bizga OX o'qidan yuqori qismda chizilgan chiziqlarga x dan qaysi oraliq mos kelishini topishimiz kerak. Hozirgi funksiyaning yuqorida, ya'ni OX o'qidan yuqorida chizilgan qismi mana bu. Xo'p, bu qismga bizga x dan b yu d degan oraliq mos keladi va yuqorida chizilayotgan chiziq mana bu. Bunga f u j degan oraliq mos keladi. Ya'ni bu tengsizlikning yechimi x tegishli b dan d gacha birlashma f dan j gacha bo'ladi. Chegaralar kirmaydi. Sababi mana bu yerda fx 0 dan katta, ya'ni tenglik belgisi yo'q. Tenglik belgisi yo'q bo'lsa b bilan d ni kirita olmaymiz. Agar tenglik belgisi bo'lganda b bilan d ni kiritishimiz mumkin. Ya'ni 0 ga teng nuqtasi olib ketishimiz mumkin. Keyingi savolimizda fx funksiya 0 dan kichik tengsizlik yeching degan ekan. Ma'lumki, OX o'qidan pastda yotgan qismda qaysi oraliq mos kelishini topishimiz kerak. Mana bu qism, ya'ni a dan b gacha va bizga mana bu joyda ham pastda chizilgan, ya'ni d dan f gacha. Ya'ni bu tengsizlik yechimi a yu b birlashma d yu f bo'ladi. Keyingi savolimiz fc ni qiymatini toping degan ekan. Bu degani x teng c nuqtada funksiya, ya'ni y o'qida qanaqa qiymat qabul qiladi degan. X dan c bo'lgan nuqtani ushlaymiz. Funksiya shunda nimani ko'rsatishini qaraymiz. Funksiya, ya'ni y ning qiymati 3 ga teng bo'lar ekan mana shu joyda. Ya'ni fc ning qiymati hozirgi misolimizga, grafikimizga ko'ra 3 ga teng qiymat qabul qilar ekan. fj ni so'rab qolsa, bunda ham xuddi shu mulohazani yuritamiz. Ya'ni xj bo'lgan nuqtada funksiya qanaqa qiymat chiqaradi degan. Ya'ni x dan j nuqtani olamiz, funksiya shunda nechini ko'rsatishini qaraymiz. Hozirgi misolimizda fj ning qiymati 4 chiqar ekan. Keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolda xo'p, fx ning lokal maksimumlarini toping degan ekan. Yoki bu savolimizda fx ning lokal minimumlarini toping degan ekan. Lokal maksimum va lokal minimumlarga to'xtalib o'tayotgan bo'lsak, xo'p, ma'lum bir oraliqda kattaroq qiymatga erishtirib beruvchi nuqtalarni yoki kichikroq qiymatlarga erishtirib beruvchi nuqtalarni so'rayotgan bo'ladi. Hozirgi lokal maksimum va lokal minimumlar so'raganda funksiyaning o'zini ma'lumotida mana bu do'nglik bilan mana pastlik nuqtalar kerak bo'ladi. Ya'ni
Do'nglik nuqtalar lokal maksimumlar deb qaraladi. Esdan chiqarmasligimiz kerak. Funksiyaning o'zini ma'lumotini berib, ya'ni o'zining grafikini berib, o'zini lokal maksimum so'raganda faqat. O'shanda bizga lokal maksimumlar do'nglik nuqtalar bo'lar ekan, ya'ni do'nglik nuqtalardagi x ning qiymatlari. Lokal minimumlarni so'rab qolsa, pastlik nuqtalardagi x ning qiymatlari bo'lar ekan. Hozir misolimizga ko'ra lokal maksimum x teng c nuqtada bo'lsa, lokal minimum x teng y nuqtada bo'ladi.